sizlarning xotininglar ham shotdani skaner qilib uradimi? Men unaqa qilib, faqat men Yuring qilib bersin. Boshqa bersin nimaga? Men qarang, vaqti to'g'ri kelmaydi deydi. Bu kod urmoqchi bo'lsangiz bunaqasi to'g'ri kelmaydi deydi. Nima degani bu? Endi hozir shunga talashib urushib edik mana. Mana ushbu QR koddagi ma'lumotlar soliq ma'muriyatiga oid emas. Pul bermaydi degan. Ha, bo'pti, yur. Men ovqatlarni pul berdim, nima bermaydi? Naqd beraman, yur. Emas, men mashinada yig'ganim qiziq menga. Yuring. Yur hozir. Nimaga yur deysiz? Hozir 5000 so'm uchun urushmaysan-ku. Farqi yo'q, talashib. Bag'illab. Yur. Yo'q, men kiraman. Nimaga mana kodli bermaydi? Nimaga? Mag'atdan bilaman. O'ting, shuni so'rayman. Men o'zim kartamdan tashlab beraman senga. Kerak emas. Paslar. O'l. Ular pasmi, sen pasmi hozir? Men pulim bor, sizda ham pulingiz bor. Shu chekni urib yig'ish menga yoqadi. Ha,